ekan dedi. Redinni, muxlis, chindo'sh, kollegada ko'rdingmi? Xudo xohlasa nasib bo'lsa. O'zi qora ichi oq lekin. Insonni tashqi ko'rinishiga, rangiga emas, Yo. ichki dunyosiga baho Tashqi berib ko'rinishiga. qalbiga qarash kerak. Мне кажется, Правильно. Yashang. Shu To'ppa sochini to'g'ri. man Siz to'xtashadingizmi? Ko'p edi bu sochi. otini qursan zato. Kim qaramaydi senga deydi. Shundoq ham hali o'sha-o'shasiz, yoshgina, navqiron, Endi bu yoq o'zgarmagansiz. Hindistongacha qarab yotibdi, o'lsin. Yangiga zapis qilyapsiz, yangiga tashlab yuboraman shuni. Ismini ham aytaymi? Ha bo'ldi endi. Sirlar ochilmoqda. Butun Samarqand ogoh bo'lmoqda. Bugun Layla opa oqshom shouda bo'ldilar. Fayz borda opada haqiqatan Ay, haqiqiy rahmat. ijodkor, Oy. haqiqiy kayfiyatni bera oladi. Ergan Baribir ana butun ijodkor deyman, o'sha uchun butun ijodkorga kiradi. To'xtamang, bu yoqqa gazni bosing. Aslo to'xtash. Samarqand Layla qaytdi deydi. Я здесь, я с вами. Rahmat. Rahmat Bekzodjon, sizga ham omad. Endi Bekzodjon ham mana 2 yil bo'lmagan bo'lsam ham ijodda bu O'zbekistonda o'ylanib tili, baxtli bo'ling kelin bola bilan. Onajon rohatinglarni ko'rsinlar. Xudo xolisa endi va'da beraman. Avvalo Alloh nasib qilsin. Farzand to'ylaringizda Xudo xolisa beshik to'ylar. Radomdan chiqishda ham o'zim chaqalog'im qo'shig'ini aytib kutib olaman. Davralarni qizdirib birgalikda siz bilan O'z oilaviy. to'yga kelib dijursiz bo'lishingiz kerak edi. Ketib qoldingiz-da chetga. Mayli, farzand to'yida Xudo xolisa nasib bo'lsa Bekzodjon. Rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Papesh. Rahmat. Bo'pti, Rahmat. sog' bo'ling. Rahmat Bekzodjon.